Efirda bizlardek radio uzunlarimizda odam bo'lib keldik, odam bo'laylik. Odam bo'laylik. Marhamat bizlarga telefon qilishlaring mumkin. Bizlarni eshittirishimizni boshqon bilsa, Dilbizaxon chalpaklari. Dilbizaxon chalpaklarini yemabsiz demaksiz. Parketga kelmabsiz. Bizlarda birinchi qo'ng'iroq, bizlar bog'lanishga harakat qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Ha. Men Nargizaxonman. Nargizaxon. O'tkazib bir klientimizmi? Demak, sizni biz hozir primi aloqaga chiqaramiz. Iltimos, qonun qoidalar bilasiz, marhamat. Assalomu alaykum. Nargizaxon, qandaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Siz bugun ham demak eringizga o'z sevgi muhabbatlaringizni izhor qilish maqsadida efirimizga qo'ng'iroq qildingizmi? Men erim bilan ajrashmoqchiman. Yo'q. U meni sevmaydi. Nima bo'ldi? Menga xiyonat qildi. Yo'q, menga qarang, shashilmang. Ajrashish degan narsa bo'lmaydi. Hayotingiz nimaga og'dor-to'ntar bo'lib ketgan Nargizaxon? Oxirgacha eshitaylik muxlisamizni. Xo'p, shashilmay turing. Endi bu ayol o'zidan o'zi ham menga qarang, hayot so'qmoqlarida pastu balandlari bo'ladi Nargizaxon. Bu narsalarda pastu balandlar Ajrashaman deyapti. shu ajrashmasdan shuni to'g'ri yo'l bilan baxtli oila qilib hal qilsa ham bo'ladi. Odamning orasidagini o'zi biladi-ki, eshitaylik. Keling Nargizaxondan eshitaylik. Bo'lmasa marhamat Nargizaxon, o'zingizni navqiron eringiz haqida tomoshabinlarga gapirib bering marhamat. Hammasini kechirdim, lekin xiyonatini umuman kechira olmayman. To'g'risini nima qilishga ham boshim qotib qoldi. Balki Endi Nargizaxon, sizga bitta gapni, endi yuragingizga quloq soling. Yuragingiz nimani xohlasa shuni qiling. Bilib qo'ying Nargizaxon, bu yurak balkim to'g'ri qilar, balkim noto'g'ri qilar, lekin aql bilan ham ish qilish insonni hayvondan, moldan farqi uni aqlida emasmi Nargizaxon? to'g'ri-ku-ya. Ajrashgingiz kelsa, ajrashing Nargizaxon. Menga qarang Nargizaxon, Bizlarda ajrashish studiyada- bu qochmaydi, lekin bir oilani oila qilish uchun unga ozmuncha vaqt ketadi. musiqiy tarona. Nargizaxonning hayotidan ham muhimmi? Uchir ovozingni Nargiza ajrashmay turgan odam nima qilsa, birov bilan To'xtab tur, bizlarda hozir menga qarab tur, efirda sen nima uni ajrashtiraman debsan, bitta qishloqda hozir bir oilani boshiga yetasan sen. Men taniyman-ku, men uchir ovozingni men bu bilan shaxsiy umuman adovatim yo'q men. Men umuman adovatim yo'q bu bilan. Seni ko'r, sezib turibman-ku, hozir ajrashaman. Digizdirasanda sirasi nomerini olasan. Nomerini dog'ni opirtilib qo'yganman men bu radio bo'lsa. Hozir sen birinchi gapingni bilaman, bilasanmi? Nima? Baribir ayol kishiga yolg'iz yurish yarashmaydidan boshlaysan, hozir. Ishing bo'lmasin. Endi sizlarga multfilmda ovozini qo'yib beramiz. Shuni aytinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar degan. O'zi to'g'ri qilgansiz, chetdan xotin olib kelib. Bilmay turing, eshitmang. Mahal. Ahamiyat bering bizga. Shuncha e'tibor bermayapman senga. Bilaman seni kimligini, shuncha e'tibor bermayapman. Ketgan. Nima qilyapsiz? Ne qo'yapti? Ol yo'qolib berdim. Ketdi. Tishlayapsan-chi? Yo'q, tishlamaydi. Qarama bo'ldi. Hadi, cho'dib. hozir. Tayyor bo'lib qoldingmi, yanga? Tayyor. Kuyov. Madaniyatla gapir. Sening to'g'risini ayt. Sendan oldin yerga tegam, tegmaganmi? Men uni so'radim, surishtirdim, toza. Serozim.